alaykum barchaga. Bugun ingliz tilini noldan boshlashingiz uchun, noldan boshlab o'rganish yoki takrorlashingiz uchun sodda va oson ravishda ingliz tili grammatikasini tushuntirib boshlayman. Xo'p, birinchi mavzuyimizni boshladik. Bilasiz, har qanaqa tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, alfabetidan boshlanadi. Biz ham alfabetdan boshlasak, kamchiliklarimizni ko'rib ketamiz. Xo'p, ingliz tili alfabetida 26 ta harf bor va shulardan biza bilishimiz kerak bo'lganlari mana bu unli harflar. Unli harflarni bilishimiz zarur, chunki bundan keyin keladigan mavzuyimizda juda asb otadigan manba bo'ladi, manba vazifasini bajarib beradi. Xo'p, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ingliz tilida unli harflar 5 ta, o'zbek tilida esa 6 ta. Bu yoqda bitta o harfi yo'q. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sh va ch harflari yo'q, ular esa yasaladi. S va H harflaridan yoki C va H harflaridan sh va ch larni yasab olishadi. Xo'p, buni bemalol vaqt ajratib ko'raverasiz, yodlayverasiz. Birinchi mavzuyimizni boshlaymiz. Artikl mavzusi. O'zi artiklning vazifasi nima? A va N artiklimiz bor. Yana artiklda davomi bor. Uni keyingi videolarga chiqaramiz nasib bo'lsa. Bu yoqda hozir qoidalar bilan tanishamiz. Xo'p, A va N artiklning ma'nosi qandaydir bitta degan ma'noni bildiradi. Ya'ni qandaydir bir yozamiz. Qandaydir bir. Bu degani sanaladigan otlarni oldidan ishlatasiz va sanaladigan otlaringiz undosh harf bilan boshlansa, undosh harf, undosh tovush bilan boshlansa, a artiklini ishlatasiz. Misol uchun, book so'zidagi birinchi harfimiz b undosh harf bo'lganligi uchun va undosh tovush bo'lganligi uchun a artikli ishlatiladi. Yoki car so'ziga e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchi boshlanadigan harfi c va bu c undosh harf yoki undosh tovush deyiladi va shuning uchun biz a artiklini ishlatamiz. N artikliga o'tadigan bo'lsak, N artikli unli harflar bilan boshlanadigan, sanaladigan birlikdagi otlar oldidan ishlatasiz. Xo'p, ana endi ko'ramiz. Apple so'zi a harfi bilan boshlanadi. E'tibor bersangiz, a harfimiz unli harf bo'lganligi uchun o'sha so'zimizni oldidan, faqat bitta bo'lsa esdan chiqmasin, o'sha so'zimizni oldidan N artiklini qo'yib beramiz. Hop, ana endi misol uchun orange ga yoki egg so'ziga qarasangiz, birinchi harflari unli bilan boshlangan. Shuning uchun bu yerda n artikli ishlatilgan. Yana bir muhim joyi shuki, ko'pchilik testlarda shunaqa grammatik testlar keladi, ba'zan musobaqalar bo'ladi, ba'zan olimpiadalar bo'ladi. Shu joyda ko'pchilik o'quvchilar xato qilib qo'yishadi. N faqat harfga emas, so'zning ba'zan birinchi tovushiga ham qarab qo'yiladi. Misol uchun, xo'p, a yoki n ishlatamiz. Our so'zi bor. O'qilishiga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ho urmasu our deb o'qidik. Our o'qidik. Buni o'qilishi our dedik va buni birinchi o'qiganimizdagi tovushni birinchi harfi unli bo'ldi. Ana endi unli bo'lganligi uchun n so'zini, ya'ni n artiklini qo'yib berishingiz kerak. Ya'ni tarjimasi 1 soat degani. 1 soat. 1 soat degani. Xo'p, eslatib o'taman. Bu agar ikkita kitob, ikkita olma, ikkita tuxum desangiz agar n artiklini ishlata olmaysiz. Sababi n artiklini ma'nosi qandaydir bitta degani. Shuning uchun biz n artiklini qandaydir bir yoki qandaydir bitta deb nomlanganligi uchun noaniq artikl deb aytamiz. O'zbek tilida artikl yo'q. Xo'p, e'tibor beramiz ana endi. University so'zimizga qaraymiz. A ishlatiladimi? N mi? O'qilishiga e'tibor bersangiz agar university emas-u, university o'qilishini ham yozamiz. University. City bo'lsa, university aslida. University. O'qilishiga e'tibor bersangiz, o'qilishdagi birinchi tovushimiz y harfi bilan bo'lganligi uchun bu yoqda men university deb aytaman. Aslida u harfi unli harflardan bittasi edi. Biz aslida n olishimiz kerak edi, lekin mana bu qoidasi bor. Bu qoidani yaxshilab eslab qolasiz. Xo'p, bu yo'g'ida o'qilishi undosh bo'lganligi uchun, o'qilishida birinchi harfi undosh bo'lganligi uchun artikli olindi. Tushunyapsiz degan umiddaman. Xo'p, keyingi mavzuyimizga o'tamiz. Ana endi gap tuzishga harakat qilamiz hozirgi narsalardan foydalanib.
Xo'p, gap tuzishimizdan oldin kerak bo'ladigan ba'zi bir narsalarni ko'ra olamiz. Xo'p, boshladik. Bu yerda kishilik olmoshlari bor. Ya'ni biz gap tuzishimiz mobaynida eng ko'p ishlatadigan ana shu so'zlarimiz. Men, sen, u, biz, siz, ular kabi so'zlar kelsa agar, biz mana shu narsani kishilik olmoshlari deb aytishimiz kerak ekan va bizni gapimizda eng boshlarida shu kabi joylarda ishlatilishi mumkin. Xo'p, bularni tarjimasini ko'rib olsangiz bo'ladi. Ana endi gap tuzishimiz uchun kerak bo'ladigan ikkinchi qadamimizga o'tamiz. Asosiysi eng qiyin mavzulardan bittasi bo'lsa kerak ko'pchilik o'quvchiga tushunishi, misol inglizni boshlagan payti eng qiyin bo'lgan mavzulardan bittasi. Va boshladik, to be fe'liga o'tamiz. Bu fe'lni tarjimasi bo'lmoq deb aytiladi. Xo'p, am, is kiradi. Bu hozirgi zamonni gapirib berishingiz uchun. Hozir o'rgangan kishilik olmoshlarimiz mana keldi. Men, he, she, it u degan ma'noni bildiradi. We, you, they kabi olmoshlar ham keldi. Siz, sizlar, biz, bizlar, ular degan ma'noda keldi va bulardan keyin har doim I kelsa I am, he, she, it kelsa bulardan so'ng is, you, we, theylar kelsa bulardan so'ng are ishlatiladi. Va bundan keyin esa holat gaplar keladi. Ularni hozir alohida to'xtalamiz. Tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Ana endi bilasiz, to be ni biz hozirgi zamondagi holat gaplarida ishlatamiz dedik. To be ni ma'nosi bo'lmoq degan ma'noni bildirdi. Demak, biz holat gap haqida gaplasha olishimiz kerak undan oldin. Holat gap degani bilasiz, misol uchun harakat emas u holat, ya'ni kasbingiz, yoshingiz, misol kayfiyatingiz, qaysi xonada turganingiz, qaysi davlatdan ekanligingiz, millatingiz, yoqtirgan rangingiz kabi so'zlarni aytmoqchisiz. Bularni hammasini aytib berishda mana shu to be mavzusi kerak bo'ladi. Va biz gaplarimizni 3 ga bo'lib olamiz. Ya'ni darak, inkor va so'roq. Darakda birovga ma'lumot berasiz, so'roq gapda esa biror gapni inkor qilib berasiz. Savol gaplarimizda esa birovga savol berasiz. Misol uchun, sen 10 yoshmisan, sen o'quvchimisan kabi savollarni beramiz. Unda boshladik. To be ni darak shaklida ishlatilish shaklarini ko'ramiz. Birinchi navbatda siz darak shaklini eslab qoling formulasini. Ega, ya'ni egaga boya yozganimiz men, sen, u, biz, siz, ular kabi so'zlar keladi. Egadan so'ng to'g'rilab am, are, is ni qoidasiga qarab olasiz. Misol uchun, mana bu yoqda yozdik, ko'rdik. I am, he, she, it, is, we, you, they, are kabi yozildi. Xo'p, buni egasi qanaqa bo'lsa, egasiga moslashtirib olasizda. Bundan so'ng esa tushunarli bo'lishi uchun yoshingiz kelishi mumkin. Yoshingiz yoki hop, kasbingiz hop, kayfiyatingiz kelishi mumkin. I am good, I am fine kabi. Kayfiyatingiz, qayerdaligingiz, misol uchun I am in the room, xonadaman degan gaplar kabi so'zlarda ishlatsangiz bo'ladi. Qayerdaligingiz. Xo'p, shu kabi holat gaplar keladi qisqasi. Misol, xonada 10 ta stulcha bor, xonada ruchka bor, xonada televizor bor degan gaplaringiz bo'lsa ham to be mavzudan foydalanasiz. Ana endi bu mavzulardan foydalanib turib, xo'p, gaplar tuzishga harakat qilamiz. Xo'p, ketdi. Egaga misol uchun men she ni oldim. She qiz bolaga nisbatan, bir dona qiz bolaga nisbatan u degan ma'noni bildiradi. She dan keyin biz bu yoqqa qarab olamiz. She dan keyin is so'zini oldik. U deymizda she is a o'quvchi deymiz. Student. She is a student. Mana bu student bir kishini ifodalaydi. Kasblarning oldidan an artikel qo'yib berish kerak. S harfi bilan boshlagani uchun artikelni qo'ydik. Endi tarjimasi buni u o'quvchidir, u talabadir degan ma'noni beradi. Xo'p, keyingi gapimizga o'tamiz. Siz esa mana shuni tushungan bo'lsangiz, bemalol kommentariyada bitta gap tuzib keting. Yoshingizni yoki kasbingizni yoki qayerda turib ko'rayotganingizni yozib ketsangiz ham bo'ladi. Inkor gapga o'tamiz. Biror ish harakatni rad etishda ishlatamiz. Misol uchun, men 10 yosh emasman, men 20 yosh emasman, men o'quvchi emasman kabi gaplarni aytmoqchisiz. Shu joylarni ana endi bitta-bittalab ko'ramiz. Birinchi navbatda formulasini yasab olamiz. Ega, egadan so'ng am, are va is
to be'lar keladi. Bulardan so'ng esa not qo'shimchasini qo'shib berasiz va ketadi yana holat, gap, holat deb qo'yamiz. Holatni ko'rdingiz hozir. Mana bu kasbingiz, kayfiyatingiz, qaydaligingiz, yoshingiz kabi so'zlar holat gaplarga kiradi. Xo'p, bular tushunarlimi? Tushunmayotgan bo'lsangiz bemalol so'rayvering. Ana endi bitta-bittalab gap tuzishga harakat qilamiz. Misol uchun, gapni tuzish paytida sizga tavsiyam, birinchi darak gapda gap tuzib oling. Misol uchun, I am in the room. Keling soddaroq bo'lsin. I am a student. Men o'quvchiman. Egamiz bor. Ega bor. I'ga nisbatan MR izdan M'ni olasiz va holatingizni aytasiz. I am a student. Men bitta qandaydir bir o'quvchiman degan ma'noni berdi. Ana endi xuddi shu gapdan foydalanaman-da, inkor gapni tuzishga harakat qilaman. I am ega olindi, M olindi va qoidasi bo'yicha not olinishi kerak. Bu yoqdagi yangi bitta o'zidan qo'yadigan so'z mana shu not, inkor gaplarda. Hamma inkor gapda keladi bu. I am not a student. Student. I am not a student kabi keldi. Xo'p, sizga mashq bo'lsin. Bu yoqda bir ikkita gap yozib qoldiramiz. Siz 10 yoshdasiz. Yoshdasiz. Ikkinchi gapimiz. Biz xonadamiz. Xonadamiz degani in the room degani. Xo'p, shu gaplarni kommentariyada yozib qo'yasiz degan umiddaman. Keyingi oxirgi qismiga o'tamiz. So'roq shakllarida siz birovga yoki do'stingizdan yoki birovdan savollar so'raysiz. Misol uchun, ahvoling yaxshimi? Shunga o'xshash gaplar. Yana o'sha formulamiz bilan tanishamiz. Xo'p, savol shakli ketdi. Formulamizni tuzayotgan paytimiz bizni eng qiynab qo'yadigan joylari birinchi navbatda o'sha MR is egadan oldinga chiqishi kerak. Qachonki siz savol shakliga gap tuzayotgan bo'lsangiz. MR va is. Bundan so'ng ishlatishingiz kerak egani, egadan so'ng esa holatni. Holat gaplaringizni ishlatasiz va gapingizning oxirida mana shu so'roq belgisini qo'yib berishingiz kerak. Ana endi bu bilan gap tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Yana o'sha uslub yaxshiroq. Darak gapda gap tuzaman. Misol uchun I am a doctor bo'lsin. Doctor. I am a doctor. Endi shu gapni inkorga o'tkazamiz. Inkor gapga o'tkazamiz. Xo'p, inkor gapda I am not a doctor bo'lsin. Shu gapni ana endi savol shakliga o'tkazamiz. Savol shaklida darak shaklidan foydalanganingiz yaxshiroq. Ya'ni mana bu shakldan foydalanganingiz yaxshiroq. Darak shaklidan foydalanasiz. Darak shaklidan to be'sini, ya'ni mana shu to be'ni belgilab olamiz. Birinchi navbatda egadan oldinga o'tkazamiz. To be'ni M o'tdi. Endi nima qoldi? Shunchaki yozib qo'yamiz. Am I a doctor? Doctor kabi so'rasangiz bo'ladi. Aslida bu mana bu shaklda ham bo'lishi mumkin. Endi siz shifokormisiz degan ma'noda aytsangiz ham bo'ladi. Misol, are you a doctor deb savolni bersangiz bo'ladi. Tushundingiz degan umiddaman. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyada bemalol so'rashingiz mumkin. Tushuntirib yuboraman. Xo'p, biroz mashqlar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni gaplarni tahlil qilamiz, mashqlar emas. Ko'rib chiqamiz. Holat gapga yana qaytamiz. Ya'ni I am bilan gap tuzilyapti. Bu yerda e'tibor bersangiz, I am a student bo'ldi. Bu yoqda kasbni aytganda ishlatdik. Mana kasbni aytganimizda ishlatdik. Kasbni aytishda ishlatamiz. To be'ni you are 10 years old. Sen 10 yoshdasan deyapti. Demak, yoshni aytganda ishlatamiz. He is tall. Uni bo'yi baland degani. Demak, bu yoqda kimnidir tasvirlashdi. Kimnidir tasvirladik. Bo'yi baland, qo'pol, do'stona, mehribon, shunga o'xshash gaplarni aytmoqchi bo'lsangiz agar, he is tall dan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni to be mavzusidan foydalanishingiz mumkin. Inkor so'roq darak shakllariga bemalol o'tkazib olaverasiz buni. Muammo yo'q.
Ana endi she is happy. Bu baxtiyor, u xursand deb aytdi. Bu yoqda kayfiyat aytilyapti. Kayfiyat aytildi. Kayfiyatni aytishda deb qo'yamiz. Aytishda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kasbni aytish, yoshni, kimnidir tasvirlashda yoki kayfiyatni aytishda bularda hammasi holat gaplarga kiradi. Ya'ni gapimizda ish harakat yo'q, bormoq, yugurmoq, chopmoq kabi so'zlar yo'q. It is a cat. It is a cat. Bu yoqda bu mushuk, ya'ni bir nimani tanishtirishda. Bu ham xuddi tasvirlash kabi ketadi. Tanishtirishda bo'lsin. Biror narsani tanishtirasiz. Bu meni do'stim kabi yoki bu mana bunaqa narsa, bu ruchka, bu kitob degan ma'noda ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, we are classmates. Biz sinfdoshlarimiz. Bu ham kimnidir tasvirlashda yoki tanishtirishda. They are teachers. Bu yana kasbni aytganda. Shunga o'xshash holatlarda to be'ni ishlatasiz. Umid qilamanki, mana shu qisqagina mavzuyimiz tushunarli bo'ldi deb. Bitta takrorlab olib, kommentariyada mashqlar yozib qoldirsangiz, tekshirib berishim mumkin. Hozircha hammaga good luck.